ishlayverasizlar mahada. Mana ko'lli egasi. Ulug'bek. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stim bu mana joni sog' bo'lsin. Shanba oddiq kelinglar. Begim gullar kelsa hech kim yo'qmi? Endi ishlashadi odamlar. Ha, bekorchilar kelaveringlar. Eshigimiz ochiq. Tungisi yo'q, tungisi yo'q. 6dan 6gacha. Lekin baliqlar kattalari. Baliqlar 11 kilo, 12 kiloda. Bor shunaqalari ham 11-12 kiloliklar. Eng kattasi 13,5. 13,5 bor lekin. Xullas kalam kirish narxi 50 ming so'm. 50 ming so'm. Soat 6da kelasizlar. Kechki mahal 6da bemalol ketaverasizlar. Balig'i xohlasanglar sotib olasizlar. Xohlasanglar qo'yib yuboraverasizlar. Bu majburiyat yo'q hech qanaqa. O'lib qolmadi. Lekin hamma sharoit bor. Suvga cho'kib qo'yishga, ana vodoprovodlari ham bor. Keling, bitta ko'rsating, nima bo'lsa bo'ldi. Rost. Hozir taqdirlash marosimi bo'ladi. Ko'ramiz. Bu narsa ilinib qolarmiz bizga. Ikkinchi o'rin bo'lib qoldi. Bu ham yaxshi. Xayr, sog' bo'linglar.